Assalomu alaykum o'rtoqlar, kanalimga xush kelibsiz. Oldimda ko'rishingiz mumkin magnitofon turibdi va bu yerda mana bunaqangi ajoyib qurilma. Bu o'sha kasetalarni raqamlashtirish uchun mo'ljallangan qurilma hisoblanadi. Shunga o'xshash qurilmani men avval ham kanalimda obzor qilgandim, bilsangiz kerak, ko'rgan bo'lsangiz kerak. Mana bu Unishen deb nomlanuvchi otsifrovka qilish apparati. Bu apparat ham xuddi mana shu Unishenga o'xshagan qurilma, faqatgina boshqa kompaniyaniki. EasyCap kompaniyasiniki va bu model EasyCap 273AX modeli hisoblanadi. Bu videoda mana shu apparatga hozir sizlarga to'liq video obzor qilib, mana bundan qanchalik farqi bor, sifatida farqi bormi, yo'qmi, shu narsalarga oydinlik kiritmoqchiman. Mana shu kasetalarni raqamlashtirish biznesi bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz yoki shunchaki uyingizda eski yotgan kasetalar bo'lsa, mana shu qurilma orqali siz ularni raqamlashtirib olishingiz mumkin. To'g'ridan to'g'ri kompyutersiz. Mana shu qurilmani menga video obzor uchun taqdim qilgan Batareyka Shop do'koniga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Agar siz ham ushbu qurilmaga qiziqib xarid qilmoqchi bo'lsangiz, Batareyka Shop do'koniga murojaat qilishingiz mumkin. Bu do'konda nafaqat bunaqangi qurilmalar, balkim fotoapparatlar, ularga aksessuarlar, xullas foto va video texnikaga doir bo'lgan barcha kerakli texnikalarni ushbu do'kondan xarid qilishingiz mumkin. Endi do'stlar, bu mana bu Unishen bilan buni asosiy farqini aytadigan bo'lsak, asosiy farqi narxida. Ya'ni mana bu EasyCap bu arzonroq variant, bu Unishen esa sal ozgina qimmatroq. Komplektatsiyasiga to'xtaladigan bo'lsak, oddiygina, ichida unday ko'p narsasi yo'q. Boshqaruv pulti mavjud, zaryadlash uchun USB kabel va apparatni o'zi. Endi apparatning interfeysiga to'xtaladigan bo'lsak, mana shu old tarafida ekran bor va o'ng tarafida mana shunaqangi boshqaruv tugmalari. Yuqori qismida esa o'chirib yoqish tugmasi, naushnik uchun gnezdo, AV kabel uchun gnezdo, HDMI kiruvchi, chiquvchi portlari, micro SD karta uchun slot. Ha, do'stlar, bu yerda faqatgina micro SD fleshkaga zapis qilish mumkin. Ya'ni USB fleshkani ulaydigan joyi yo'q. Faqatgina micro SD karta orqali. Ushbu qurilmani quvvatlash uchun USB Type-C portini ko'rishimiz mumkin. Oldi tarafida esa o'sha boshqaruv pultidan signallarni qabul qilish uchun sensorni ko'rishimiz mumkin. Ushbu qurilmani ishlatish uchun do'stlar mana bunaqangi AV kabel kerak bo'ladi. Mana bu bir tarafi audio, videoni qabul qiluvchi AV kabel hamda bu tarafi esa mana bu xuddi audio jackga o'xshagan kabel kerak bo'ladi. Bu kabel komplektida chiqmaydi. Men buni alohida sotib oldim. Uncha qimmat emas, bor yo'g'i 12 ming so'm. Buni Luboy elektrotexnika magazinidan topsangiz bo'ladi bu kabel. Bu muammo emas. Xullas, mana bu AV tarafini o'z bilsangiz kerak, ya'ni ko'rsataman shunchaki video ketadigan joyga ulaymiz magnitofonni. Kabelda ikkinchi tarafini esa mana shu apparatdagi AV in degan gnezdo bor. Ana shu gnezdoga ulaymiz. Shundan keyin signal qabul qilishni boshlaydi apparat. Endi do'stlar, hammani qiziqtirayotgan savol menimcha sifat bo'lsa kerak, ya'ni Unishen bilan bunda EasyCapda zapis qilingan videoni o'rtasida qanchalik sifati bor. Buni solishtirib ko'rsataman. Mana ko'ryapsiz, hozir bitta kaseta mana shu magnitofonda zapis bo'layapti. Endi zapis bo'lmayapti, shunchaki ketyapti. Hozir mana bu yerda ko'rsatib turibdi. Men mana shuni zapis qilamandagini bitta joyini, o'sha bitta fragmentini men sizga ko'rsataman hozir. O'sha ekranga chiqyapti. Mana shu videoni o'zingiz ko'rib, sifatiga baho berishingiz mumkin. Siz hozir chap tarafda ko'rayotgan Unishen kadri, o'ng tarafdagi esa EasyCapning kadrlari. Agar to'g'risini aytganda, Unishenda zapis qilingan kadrlar EasyCapga nisbatan sifatliroq ko'rindi, yumshoqroqdek tuyuldi. EasyCapda zapis qilingan video esa reskisda ozroq balandlik ko'rindi menga. Agar mana shu
ikkala apparatda ham zaps qilingan videolarni original sifatini ko'raman desangiz, meni Telegram kanalimga o'tishingiz mumkin. O'sha Telegram kanalimga yuklab qo'ygan bo'laman. Mana shu yerda silka chiqadi. O'sha silka orqali yoki mana shu QR kodni skaner qilish orqali siz Telegram kanalimga o'tishingiz mumkin va ushbu Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yishni tavsiya qilaman. Sizga ziyon qilmaydi. U yerda ko'plab foydali ma'lumotlar va meni YouTube kanalimda chiqadigan videolar haqida oldindan bilishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu apparatni yana e'tiborli jihati, o'zini ichida 3000 mAh dan iborat batareykasi bor. Kitobida mana bu instruksiyasida 2 soatga masalan zaps qilishga mo'ljallangan va 4 soat play, ya'ni siz ko'rishingiz mumkin deyapti, lekin to'g'risi men bu raqamlarga ishonmadim. Ishonchli bo'lish uchun men to'g'risi batareykadan foydalanishni men sizga maslahat bermayman. Ya'ni mana bunday hozir men USB orqali pitaniya beryapman. Siz bunga через power bank orqali ham ulab buni quvvatlantirsangiz bo'ladi. Xullas demoqchiman, o'zini batareykasiga ishonmang, yaxshisi mana shunday USB kabel orqali zaryadga berib qo'ygan ma'qul. Nastroykasiga kirish uchun mana bu yerda ko'ryapsiz, mana bu shestryonkacha bor. Mana shunga bosamiz. Quality, mana bu sifat degan narsa, eng muhimi sifat. Bu yerda qarang, 3 ta rejim bor: super fine, fine hamda normal degani. Bu yerda faqat bitrate'da farq qiladi. Agar siz super fine'ga qo'ysangiz 22 megabitda zaps bo'ladi videoni sifati. Agar fine'ga qo'ysangiz 17 megabitda bo'ladi. Normalga qo'ysangiz 8 megabitlik bitrate bilan zaps qiladi. Men uchalasini ham sinab ko'rdim. O'sha normalda turgani yaxshi. Agar fine bilan super fine'ga qo'ysangiz, siz zaps qilayotgan videoni razmeri juda ham katta bo'lib ketadi. Shuning uchun mana shu normalga qo'ysangiz, bu kasetalarni otsifrovka qilish uchun 8 megabit ham yaxshi sifat beradi. Videoni formati esa Full HD formatda 60 fps da zaps qiladi. Bu qurilmani kasetalarda raqamlashtirishdan tashqari boshqa funksiyalari ham bor. Bu, masalan, televizoringizda HDMI выход bo'lsa, ya'ni chiqish signali bo'lsa, siz bu yerga mana kirish signaliga HDMI in orqali televizorda bo'layotgan ko'rsatuvlarni, dasturlarni, masalan, sportni sharhlovchi blogerlar borda, youtuberlar. Endi hamma sport ko'rsatuvlari YouTube kanallariga chiqavermaydi-da. Ular ko'pincha televizor orqali translyatsiya qilinadi. Masalan, katta-katta futbol musobaqalari yoki boks musobaqalari televizorda bo'ladi-da. Internet orqali ularni topish qiyin bo'ladi-da, muammoli bo'ladi. Shuning uchun siz ana shunaqangi ko'rsatuvlarni televizor orqali mana shunga Full HD format 60 fps gacha bo'lgan sifatda zaps qilib olishingiz mumkin. Bundan tashqari, masalan, igrovoy pristavkalar bor. Masalan, PlayStation, o'sha PlayStationdan ham o'sha HDMI orqali siz o'yinlarni zaps qilib olishingiz mumkin. Agar gamer bo'lsangiz, o'sha o'yinlarni PlayStationda o'ynab, undagi o'sha o'zingiz o'yin jarayonini zaps qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu qurilma orqali HDMI portiga ulab, o'sha yuqorida aytganimdek Full HD 60 fps gacha bo'lgan sifatda zaps qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Xullas do'stlar, bu mana shu EasyCap 273 modeliga video obzor edi. Agar sizga yoqqan bo'lsa ushbu video, layklaringizni ayamasdan bosib qo'yasiz. Yoqmagan bo'lsa dislike bossangiz ham mayli. O'zingiz bilasiz. Kommentariyalar, izohlarda o'zingizni fikrlaringizni qoldiring. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Har doim aytayotgan gapim. Sizlarga rahmat, e'tiboringiz uchun. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.